Foyda qilamizmi kanalning qadrli obunachilari, bugungi obzorimizda paxtaxon hamda popkorn apparatlarini skidga tushgan narxlarda obzor qilishga kelishdik. Sentyabr, oktyabr oyi bemalol paxtaxon hamda popkorn apparatlarimiz skidga narxlarda bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Bu paxtaxon hamda popkorn apparatlarimizni narxlarini, ishlash prinsiplarini hamda xarakteristikasini aytib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqmasin, maksimal o'rtoqlarga ham jo'natib qo'yishni esdan chiqmasin. Birinchi o'rinda obzor qiladigan narsamiz bu popkorn apparatimiz hisoblanadi. Popkorn apparatimizda sentyabr, oktyabr hamda qishcha sezoni kelyapti. Bu narsani katta trassalarga, targoviy sentrlarga qo'yib bemalol kuniga 200 ming, 250 ming daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda obzor qiladigan narsamiz popkorn apparati. Popkorn apparatini ko'ryapsizlar, 4 xil turi mavjud. 4 xil turi bo'lib, bularni hozir noldan qanaqaligini aytib o'taman. Birinchisini ko'radigan bo'lsak, bu juda kачестволиroq hamda chiroyli, fasadli narsa. Popkorn apparatimiz qora qopqoqli bo'ladi. 224 ga bemalol ishlayveradi. Bu narxi keladigan bo'lsak, 180 dollarga beramiz, kelishiladigan xonalar bo'ladi. Yonida esa xuddi shuni qizil qopqoqli hamda boshqacha temirlardan ishlatilgan bo'ladi. Bu narxini 150 dollarga beramiz. Bunga o'tiladigan xonalar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yonida popkorn apparatimiz buni mahsulotlarni salafanlab, cho'tki qilib, yoniga setkasi bo'ladi, ikkitali. Setkasiga bemalol qo'yib ishlatishingiz mumkin. Bag'dan popkorn qiladi hamda bag'dan salafaniga qo'yib, ichida o'zining setkasi bor, setkasi ustiga qo'yib bemalol sotishingiz mumkin. Xo'p, buni narxini 250 dollarga beramiz. Bunga ham kelishiladigan xonalari bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, yonida esa endi bahaybatroq, kattaroq popkorn apparatimiz, o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. O'z bilinayotgan bo'lsa kerak. Bu endi nima qiladi? Lampochkasi ham cho'tki oq lampochka bilan qo'yilgan, xudo xolasa zo'r nima qiladi. Hammasi 224 ga ishlaydi. Oxirgisi narxini xo'p 350 dollarga beramiz. Xudo xolasa popkorn apparatlarimiz sentyabr, oktyabr oyi skidga tushgan, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Paxtaxon apparatlarini hozir endi obzor qiladigan bo'lsak, bulardan xudo xolasa sezonlar kelyapti. Hammasini skidga narxlarda, cho'tki narxlarda qo'yadi, o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Xudo xolasa narxlarini hozir xarakteristikasini aytib o'taman. Hop, paxtaxon apparatining birinchi kichkinasidan boshlaydigan bo'lsak, kichkina, o'rtancha, katta har xil qopqoqliklari mavjud. Xo'p, birinchisi kichkina qopqoqli, kichkina qozonli hisoblanadi bu. Soatga примерно 50-60 kilo chiqib bemalol chiqaraveradi. Shakar solsanglar, metan graduslarga qo'yib, yoqib o'chirib ishlatishingiz mumkin. Gradusini ko'rsatib turadi. Buning narxini 130 dollarga beramiz. Xudo xolasa kelishiladigan xonalar bo'ladi. Yonida esa buni akasi jichi kattaroq, lekin qozoni ham kattaroq bo'ladi. Qozonchi kattaroq hisobligiga kачестволиroq ham tortmalarda narsalar, nasatkalari bor, xudo xolasa. Buning narxini 150 dollardan beramiz, xudo xolasa o'tiladigan xonalar bo'ladi. Yonida esa endi kачестволиroq chiqqan varianti. Qozoni bir xil, lekin ishlash prinsipida, lekin qanaqa temir ishlatganlarida farqi bor. Shuni hisobiga buncha qimmatroq chiqadi. Buni 180 dollarga beramiz, xudo xolasa. Yonida esa bitta bahaybatroq hamda qozoni kattaroq hisoblanadi. Qozon kattaroqning hisobiga hamda hajmi kattaning hisobiga qimmatroq chiqadi. Xo'p, ishlash prinsiplari har xil, buni temperaturasiga qo'yib o'chirib yoqib ishlatishingiz mumkin. 200 gradusga bemalol hamma paxtaxon apparatlarimiz ishlayveradi. Yonida esa narxini 220 dollardan beramiz, skidga narxladi. Xo'p, navbatdagisiga o'tadigan bo'lsak, yonida esa hamda vashim bahaybat eng katta paxtaxon apparatimiz, o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Hammasidan katta o'xshab turibdi. Ishlash zo'r, vashim cho'tki narsa, moshniy narsa, xudo xolasa. Soatga 100 kilo, 120 kilo bemalol paxtaxon chiqaraveradi, to'xtamasdan. Ichida parraylari, hamma yo'qlari bo'ladi. Oxirida esa narxini 290 dollarga beramiz. Kimga shunaqa paxtaxon, popkorn va boshqa mahsulotlar, konditerskiy sex sohasida bo'lgan aka-opa, uka-singillarimiz uchun biz hamma narsa olib kelib qo'yganmiz. Skidga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Videoga like bosib, podpiska osingizdan chiqmasin.